Assalomu alaykum, qadrli qadrdonlarim. Mana bugun hozir soat tungi 1:30, uyqu yo'q. Nima degan jotiga qadrdonlarim, meni kuzatib turgan podpischilarim, sport sevarlarim bilishadi. 2000 ta anjumani qilishga, challenge'ga bel bog'laganmiz. Inshaalloh Alloh sharmanda qilmasa, shuni yo'lida astoydil harakatlaymiz, Xudo xolasa. Kunduzi ish payti bo'lib, asobiy anjumani ko'paytirish uchun harakatlarni davom ettira olmayapmiz. Ishdan kelganda ishga ketishdan oldin harakat qilib, trenirovka qilib, bor imkoniyatlarni qo'ldan kelganicha harakat qilib, ko'paytirish harakat qilyapman. Lekin buni ko'paytirish uchun ko'ryapsizlar, kuzatib borayotganlar, juda qiyinchiliklar yuzaga kelyapti. Endi hamma narsa osonlikcha bo'lmaydi, lekin qiyinchilik yo'li bilan bo'ladi-yu, lekin shularni yo'lini topish uchun fikrlab, o'ylab harakatdaman. Nima qilsa oson bo'ladi, nima qilsa tezroq ko'payadi degan yo'l yo'rig'ini o'zim ham shu bilan birgalikda meni kuzatib borayotgan muxlislar, sportsevarlarga ham o'rgatib, tushuntirib bormoqchi bo'lish uchun kallalarni oxirgi imkoniyatgacha ishlatib ko'rmoqchiman. Xo'p, bunda nima qilamiz degan jotiga zalga ko'p chiqqanmiz, yoshligida ham ko'p trenirovka qilingan. Orada bir 10 yilcha trenirovkani tashlab, mana bu yerda og'irlashib ketib, endi qiynalyapmiz. Endi yana sportga qaytib inshaalloh hammasi joyiga tushadi. Shu zallarda bir haftada bir yugurish uchun cross bo'lardi. Cross nima uchun degan jotiga dixaynani o'pkalarimiz kengayib, yugurganda yo zalda trenirovka qilganda yo ringga chiqqanda yo musobaqalarda charchab qolmaslik uchun o'pkalarni tozalab, kengaytirib, inson o'zini o'chib olish uchun bir haftada bir cross qilishardi. Trenerlarimiz cross qildirishardi. Shu esga tushib qoldi. Xo'p, demak, yugurganda charchamaslik uchun, trenirovkada, ringda, lapada, musobaqalarda charchamaslik uchun cross qilish kerak bo'lgan bo'lsa, buning uchun tanani tayyorlab olish kerak bo'lgan. Shuni o'ylab, shuni anjumaniga bog'lab, o'zimcha falsafa qildimda. Bu meni o'zimning fikrim, o'zimning falsafam. Kimdir qo'shilmasa, bemalol negativ yozishini mumkin. Yozishyapti ham, aytishyapti ham, bunaqa narsalarni ko'taramiz inshaalloh, mayli. Bo'ladi hamma narsada. Xo'p, fikrlar chaqlamaymiz-da. Yugurishda cross sportga moslashuvchanligini, tanani chiniqtirishlik uchun bo'lgan bo'lsa, endi anjumanani 2000 taga chiqazishni bittada, bir martada anjumanni 2000 taga qilish uchun tana nimaga qiynalyapti degan jotiga organizmni tanlab olishim kerak. Endi o'zi o'sha 2000 tani bo'lib qilsa ham, masalan, bir kunda 2000 ta qilib, organizm o'sha 2000 ta anjumanini his qilish kerak ekanda. 2000 tani necha soatda qilib bo'lsa ham, misol dam olib qilib, podxodga bo'libmi, 2000 ta anjumani qilganda bir kunda insonning tanasida nima o'zgarish bo'ladi? Yurak, qon tomir, davleniya tushish, ko'tarilish, qanaqadir yana yengillik, og'irlik, tanani o'sha yuklamani yuklab ko'rmoqchiman bir kunda. Hop, buni tez qilmoqchiman. Orasida bir bu yuklamadan keyin tana juda qattiq qiynalib, nagruzka bilan 1-2-3 kun hamma joy og'riq bo'ladi, boshqa qiyinchilik bo'lishini aniq bilaman, hamma buni biladi. Shuning uchun ertaga, bugun mana 27-mart ga o'tdik. Soat 1:30 hozir. Men video yozib o'tiribman, uyqu yo'q. Soat 1:30, 27-mart juma kuni. Ertalab Xudo xolasa inshaalloh tong otsa, yugurib kelib, qizi bo'lib, juma kuni 27-mart juma kuni bir kunda 2000 ta anjumanani, hop, har 10-15 minutda bir podxoddan qilsam, hop, 30 tadan qilmoqchiman. 30 ta bo'lsa, o'shanda har 10 minutda qilsam, 1 soatda 6 podxod bo'ladimi? 6 podxod, kechgacha 10 soatda 60 podxod bo'ladi. Men 30 tadan 2000 ta qilishim uchun 70 podxod atrofida 68-67 podxod
30 donadan anjumani qilishim kerak bo'ladi. Nimaga 30 donadan degan jotiga tanada nagruzka tushib, qo'llar, mushaklar qotib qolmasligi uchun yengilroq, uzoqroq podxodga yarashish uchun, ko'proq podxod qilish uchun 70 podxod ham oz podxod emas. O'sha hisoblab chiqdim. 10 soat, 12 soat yo balki 13 soatga ham bo'lar, bilmayman. Balkim mintida pisharman, bilmadim. Men birinchi marta buni ochig'ini aytaman. Hali tanamga 2 mingta anjumanni yuklab ko'rmaganim uchun buni o'zim his qilmoqchiman. Buni muxlislar ham, kuzatib borayotgan qadrdonlarim ham hammani oldida ochiq oydin ekranda yozib, hisoblab, har bitta podxodni qo'shganimda qo'shib hisoblab yozib boraman. Ertaga podpischik bosganlar ortda qolgan videolarni o'sha bilishadi, kirib ko'rishlari mumkin. Obuna bo'lganlar. Obuna bo'lmaganlar agar qiziqsanglar, bu majburiy emas. Kimdir qanaqadir fikrga ega bo'lsa, yo qiziqmoqchi bo'lsa, yo ko'rmoqchi bo'lsa, obuna bo'lib, oldingi videolarimni ham bundan keyin ertaga o'sha masalan 60 podxod deganda 60 ta video joylayman. Jonli efir iloji yo'q, chunki video cho'zilib, zerikalib ketadi. O'sha har podxodda videoga olib, hisob-kitob bo'lib, shuni yozib, hisoblab sizlarga tashlab boraman. Ko'rsanglar, qiziqsanglar, birgalikda komment yozib, like bosib, har bitta videoga iloji bo'yicha like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Sizlardan umidim katta. Men harakatdaman. Sizlar kommentda, like'da onlayn birgamiz. Inshaalloh, Xudo xolasa, Xudodan so'rab harakat qilaman. Ona sharmanda qilmasa, ertaga bir kunlik 2000 talik challenge kun. Bir kunda 2000 ta challenge. U optionlarga 2000 ta challenge'imizdan davom ettiramiz. Bu o'sha 2000 taga tanamizni tayyorlash. Qani, Xudo xolasa, Alloh sharmanda qilmasa, yaxshilab olinglar. Inshaalloh ertalab boshlaymiz. 27-mart juma kuni bir kunda 2000 ta anjumani challenge. Olg'a.